Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa 2025-yilning 25-dekabr sanasida video olinyapti. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qish faslida cho'lchinlar nobud bo'lib qoladimi, havo harorati keskin tushib ketsa o'lib qoladimi yoki qanaqa tartibda saqlash kerak? Shunga o'xshash savollar juda ko'p yo'llagan. O'shaning uchun bitta video chiqaryapmiz. Hozir cho'lchinlar holatini ko'rsatamiz. Qanaqa darajada saqlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida xudo xolasa video bo'ladi. Bitta bir boshda tushuntirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Hozir sizlarga cho'lchinlar holatini ko'rsatamiz. Qanaqa darajada saqlash kerak, shular haqida bitta aytib o'tamiz. Xo'p, yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi joyimiz. Davobga berilgani ham bor, davobga berilmaganlari ham bor. Hozir hammasidan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomonlarga davobga berilgan, qor yog'gan, havo harorati kechqurun minusga o'tyapti. Xudo xolasa shu minus havoda ham cho'lchinlarga ziyon yetmagan. Hozir bitta cho'lchinlarni ko'rsatib o'tamiz. Kech bo'lishiga qaramasdan video olyapmiz. Begoms ustiga mana tayyor bo'lgan joyiga qaytadan davobga qilganmiz mana bularni. Hozir birinchi o'rinda mana shu cho'lchinlarni ko'rsatamiz hozir. Bismillah deb. Bismillah. Mana akalar, ukalar, kimga cho'lchinlar ko'rinayotgan bo'lsa, mana maydalari ham bor, kattalari ham bor. Hammasidan bor, lekin mana cho'lchinlarga ziyon yetmagan. Kimga ko'rinayotgan bo'lsa, tomonlarni ochamiz. Havo sovuq, minusda havo. Mana tagi Begoms bo'lgan, lekin mana cho'lchinlar holati. Mana ko'rishingiz mumkin. Cho'lchinlarga ziyon yetmagan. Xudo xolasa bu cho'lchinlar O'zbekiston mana shu iqlimiga, sovug'iga bardoshli, o'lib qolmaydi. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchinlar bular. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz kuz faslida boshlasam ertaga qish kelganda cho'lchinlarga ziyon yetib, nobud bo'lib qolmaydimi deydi. Yoki ustiga salafan yopaylikmi, nima qilaylik deb juda ko'pchilik so'raydi. Buni ustiga salafan ham yopilish kerak emas. Cho'lchinlarni eng zo'r isitish yo'li o'sha kuz faslida qish kelayotgan vaqtda ustiga bir qavat davobga beriladi. 10 sm, 15 sm-gacha bitta davobga beriladi. Shu bilan bahorgacha o'sha yangi davobgani ham o'zlari yeb Begomsga aylantiradi, ham issiq turadi. Mana somonlarni ko'rishingiz mumkin. Ustiga iloji boricha qalinroq somon yopish kerak yoki mana shu daraxtlardan tushgan barglarni yopish kerak. Bargi ham ozuqaga aylanib ketadi, Begomsga aylanib ketaveradi. Yoki somon yopish kerak. Mana bu tomonni ham ko'rsatamiz hozir. Mana bular tayyor bo'lgan. Mana Begoms tayyor bo'lgan. Buni ham cho'lchinlar ko'rsatamiz hozir. Harakat qilamiz. Kechroq bo'lganda video olinyapti. Ko'rinadimi yo'qmi endi? Bismillah. Yo'q, bundan bitta ikkita maydalari bor ekan. Ko'rinmayapti. Tomonlardan ko'rsatamiz. Qor o'zi yog'gandan keyin usti обязательно issiq bo'lib turadi. Bunaqa bu yerda ham bor, juda kam lekin mana ko'rishingiz mumkin. Bu qor yog'gandan keyin, kun sovigandan keyin cho'lchinlar pastki qatlamiga tushib ketadi. Iloji boricha pastki qatlamda yuradi. Agar ozuqa berilsa, davobga berilsa, o'sha ozuqaga qarab harakat qiladi. Mana joylarimiz. Xudo xolasa akalar, ukalar, kimni qiziqtirgan savollari bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kimga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchan yoki Begomslar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol so'rashingiz yoki xarid qilishingiz mumkin. 20 tonna, 30 tonnaga yaqin Begomslarimiz elangan tayyor. Mana shunday kunda xudo xolasa bundan buyon kun ochiladigan bo'lsa, kimni mana shu biznes qiziqtirib, shu biznes qilmoqchi bo'lib turgan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.